Boburjon, ey Ulug'bek, ey Alisher, nomingizni unutmaydi onalar. Tirikdir iftixor, tirikdir g'urur, xotira elni xalq etuvchi qudrat, xotira ertani yorituvchi nur. Hatto Maysaning ham xotirasi bor. Maysa xotirasi nurga intilmoq, ko'karsa ikkiga bo'lib tashlaydi. Hatto oyog'im chorqaydan chiqsa ham ko'radi. Fasli navbahorning ma'sum pallasi xotira oqiga kelib boshigan olis kelajakning erka bolasi. O'tganlarni xotirlash, safimizda yurganlarning esa qadriga yetish kerak. Mustaqil O'zbekiston xalqi va davlati avval boshdan tinchlik, totuvlik tarafdori sifatida maydonga chiqdi. Ona yig'lar, jimgina, ko'zida umid nuri. Farzand yo'liga atalmish duo bo'lar har kuni. Yurt tinchligi ularning pok niyati sabridir. Biz uchun bag'rimizda yonib turgan mash'aldir.